Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. O'tmishini unutgan ummatni buguni yo'q. O'zining fazilatini unutgan ummatni kelajagi yo'q. Agar tarixni, o'tmishni, moziyni eslashdan maqsadimiz faqatgina yig'lab qo'yishu, shu davrlarda shunaqa bo'lgan ekan, shular maqsad bo'lsa, bu maqsad to'g'ri emas. O'tmishimizni nur, adolat, xayriyatga to'lgan ekanligini ko'ramiz o'rganadigan bo'lsak. Dinimiz dushmanlari mana shu ummatni va uni tarixi orasiga qo'lidan kelganicha to'sib qo'yishga harakat qilishadi. Maqsadi nima? Maqsadi bu musulmonlar ularning o'tmishi qanday bo'lganligini unutsin. Tarixida musulmonlarning tarixida qanday bir ulug' insonlar bo'lganligini, qanday ulug' qahramonliklarni qilganliklarini unutsin, esdan chiqarsin. Maqsadlari musulmon ummati unga yo'lini ko'rsatib beradigan o'zining nurli o'tmishini unutsin, yo'qotsin. O'z yo'lini yoritish uchun kerak bo'lgan mash'alni ulug' kishilarning hayotini o'rganib topmasin. Toki ota-bobolarini qilgan ishlarini o'qib o'rganib, ulug' ishlarga ilhomlanmasin. Har bir ummat o'zini tarixi bilan faxrlanadi. O'zini ulug' insonlari bilan faxrlanadi. Endi nimaga ummati Muhammad faxrlanmasin o'zini tarixi bilan, ulug' insonlari bilan? Axir bu ummatni kim maqtadi? Alloh azza va jalla maqtadimi? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Insonlar uchun chiqarilgan ummatda eng yaxshisi sizlar bo'ldinglar. Kim maqtayapti bizni? Biz nimamiz bilan afzal bo'ldik ulardan, boshqa ummatlardan? Millatimiz bilanmi? Rangimiz bilanmi? Yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashganligimiz bilan, Rasulullohga tushirgan risolatni tasdiqlaganligimiz bilan va bu ummat shu risolatni insoniyatga olib chiqqanligi bilan aziz mukarram bo'ldi. Alloh maqtayapti biz ummatni, nimaga maqtanmaylik, nimaga faxrlanmaylik? Faqat bitta savol, agar o'sha o'tgan ota-bobolarimiz, sahobalar bizni hozirgi ahvolimizni ko'rsa, shular bizni zurriyotimiz deb tan olarmidi ekan? Shu savoldan berib ko'raylik-da. Kimsizlar sizlar? Sizlar musulmonmisizlar? Desa kerak edi hozirgi ahvolimizni ko'rib turib. To'g'ri. Boshqa ummatlar o'zini tarixini maqtanib, o'zini tarixidagi ulug' insonlarda aytib faxrlangan paytda aytamizki, to'g'ri, sahroda o'sib qolgan bir dona gulni topib tanlash oson, boshqa gul yo'q-da. Boqqa kirdingiz, hech qanday gul, bitta gul o'sib qolibdi. Buni olib gapirish oson-da. Osmonda bitta yulduz ko'rinib turibdi, uni maqtash oson-da. Endi birodarlar, bizning tariximiz bilasizlar nimaga o'xshaydi? Gulni turli navlari bilan to'lib toshgan boqqa o'xshaydiki, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Bizning tariximiz osmonga to'lgan yulduzlarga o'xshaydiki, har bitta sahoba bittadan yulduz. Qaysi birini maqtashni, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Boshqa ummatlar o'zini tarixida o'tgan odamlarni bitta qilgan fazilatli ishiga to'rtta yolg'onni qo'shib bo'rtirib gapirgan. Bizni o'tgan solih insonlarimizning hayotini qarang. O'qib turib, nahotki shunday bo'lgan, biz musulmon bo'lib turib aqlimiz olmayapti. Endi g'ayri dinlar qayoqdan buni san aqllar olsin? Birodarlar, biz tariximizni o'rganishimiz kerak. Toki kelajagimiz yo'lini belgilab olaylik. Endi avvalgilarda maqtaganlarni qaraydigan bo'lsangiz, o'zini davrida maqtalgan. Lenin maqtaldi, Stalin maqtaldi, boshqasi Hitler maqtaldi, hammasi maqtaldi. Bir 50 yil, 60 yil yo'qib ketaverdi hammasi. To'g'rimi? Sahobalar o'tganiga qancha bo'ldi? 1000 yildan o'tdi. Ismi aytilsa hali ham roziyallohu anhum ajma'in deb aytyapmiz. Maza qilyapmiz atlarni, qissalarni eshitib. Nimaga bular shunday bir zikri qoldi? Qiyomatgacha zikr qilinadi bular. Chunki bularda hayotdagi maqsadi Allohning roziligi edi. Uyni sovatsam, 4 ta mashina olib arendaga berib qo'ysam, o'g'lim uylab qizimni chiqarsa, bu maqsadda yashamagan ular. Chunki bu narsalar hozir biz aytayotgan uy, mashina, to'y 4 kun degan. Bu melichi bu. Peshanangizga Alloh yozib qo'ygan narsa. Oliy maqsad Allohni rozi qilishda niyat qilsangiz ham bo'laveradi, bu peshanangizda yozilgan. Agar shuni maqsad qilib boshingizga kiyib olsangiz ham bo'laveradi. Ishonaveringlar. Agar shu gapim to'g'ri bo'lmasa, nima kattalardan so'ranglar. Kim aytgani bo'lar ekan hoji akalar? Allohda aytgani bo'lar ekan.
Bugungi darsimiz birodarlar Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Bu darsga kirishdan oldin ozgina bir muqaddima qilishimiz kerak bo'ladi. Muqaddimamiz shuki, sahobalarning orasida odamlar uchun kerak bo'ladigan har qanday ibrat namuna bor. Boymisiz? Sizga yarasha ibrat bor. Kambag'almisiz? Sizga yarasha ibrat bor. Jismoniy quvvatingiz ko'pmi? Bunaqasi ham bor. Zaifmisiz? Abdulloh ibn Mas'ud bor. Bizga tashqaridan qahramonni keragi yo'q. Mana shu ulushni Alloh azza va jalla har bir zamonga va har bir makonga yaratib qo'ygan. Shuning uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qaysi bir inson Allohni tanisa, Allohning sevg'osi, Allohning bo'yog'i bilan bo'yalsa, oliy martabalarga albatta ko'tariladi. Endi bizga qada, endi biz pulimiz yo'q, unga yeta olmaymiz. Biz zehnimiz unaqa emas, biz unaqa olim bo'lamiz, unaqa emas. Alloh taolo kimga nima bergan bo'lsa, shu narsa bilan yuksaladi inson. Musulmon odam Allohni tanisa, Allohning bo'yog'i bilan bo'yalgan bo'lsa, agar boy bo'lsa, boyligiga qul bo'lib qolmaydi. Mana Abdurrahmon ibn Avfning hayotini o'qib turib ko'ramiz. Boyligi qo'lida bo'lgan ekan ularda. Agar faqir bo'lsa mo'min, faqirligi uni yengib qo'ymaydi. Sog'lom bo'lsa, sog'ligini Allohning yo'lida xizmatga sarflayotganini ko'rasiz. Agar kasal bo'lgan bo'lsa, musulmon Allohni taniganligi uchun qanoat qiladi, ajr oladi. Agar qavmni hurmatli kishilardan bo'lsa, bu hurmatini din yo'lida sarflaydi. Agar dunyodagi martabasi ulug' bo'lmasa, dunyodan o'zini behojat bilib, qalbini Allohga bog'laydi, qanoat roziligi bilan yashaydi. Aytmoqchi bo'lganimiz, kimsiz? Jamiyatda tutgan mavqeingiz qanday? Boymisiz, kambag'almisiz, kuchlimisiz, kuchsizmisiz farqi yo'q. Muhimi Allohning roziligiga intiling. Allohning dargohida sizning manzilatingiz ulug' bo'laradi. Shunda shuncha bor ekan. Iymon bilan boylik bitta qalbda joylasha olmaydi. Iymon bilan boylik bir bo'la olmaydi. Bu ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi narsa. Shunaqa fikr bor ekan. Kim aytdi buni to'g'ri deb? Yer yuzidagi eng boy odam bo'lishingiz mumkin. Bu narsa sizni Alloh rozi bo'lgan banda bo'lishdan to'sib qola olmaydi. Eng kuchli odam bo'lishingiz mumkin. Allohga qulchilik qilishdan man qila olmaydi. Zulqarnaynning qissasini Alloh bizga nima keltirdi Qur'onda? Yer yuzida misli bo'lmagan podshohlardan bo'lgan, lekin solih mo'min bo'lgan u kishi. Demak, muhimi Allohni taniylik, Allohga bo'lgan muhabbat bo'lsin, uni roziligiga intilishlik bo'lsin. Mana Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu kishini iymoni boyligidan ustun bo'lganda qanday bo'ladi? Abdurrahmon ibn Avfning hayotini o'qiymiz, ko'ramiz. Biz odatda buni teskarisini ko'ramiz, a? Iymonidan ko'ra puli baland turganda qanday bo'lishini hayotda har kuni ko'ramiz. Aka-ukalar urushyapti, 5-6 so'm pulni deb. 50 yil, 60 yil do'st bo'lganlar pulni bo'lishga kelganda bir-biriga dushman bo'lib ketyapti. Biz teskarisini ko'ramiz hayotda. Boylik mo'minning qalbida emas, qo'lida bo'lganda qanday bo'ladi? Mana shu narsaga bir guvoh bo'lamiz. Bu sahobani hayot haqida deyarli hammamiz ma'lumotimiz bor, xabarimiz bor. Bu darsda o'qishdan maqsad yana bir marta o'sha ma'lumotlarni yangilab qo'yish emas, balki ana shu ma'lumotlarni tahlil qilish, o'zimizga xulosalarni chiqarib olishlik. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu. U kishi kim edi? Islomga birinchi bo'lib kirgan 8 ta musulmonning bittasi. Tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan 10 kishining bittasi. Umar ibn Hattobning vafotidan keyin ahli shuro bo'lgan 6 ta odamning bittasi. Abdurrahmon ibn Avf Rasululloh tirik turgan paytda Madinada fatvo beradigan kishilardan bittasi edi. Abdurrahmon ibn Avf Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lishi sharafi yetishgan sahoba. Abdurrahmon ibn Avf namozda imom bo'lib turganida Rasululloh orqasidan kelib iqtido qilganlar. Bu sharaf birodarlar Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga yana beradi. U kishining johiliyatdagi ismi Abdushams, Abdul Amr, Abdul Ka'ba edi. Musulmon bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining ismlarini Abdurrahman deb qo'ydilar. Shunday qilib u kishi Abdurrahmon ibn Avf ismi bilan mashhur bo'ldi. Ism almashtirish bo'yicha ba'zi ukalar so'rab kelib qoladi. Men atam falondaqa Abdurrahmonga o'zgartirmoqchiman. Nima qilish kerak deydi. Bizning xalq sirazi nima deydi? Nima qilasan deydi? Har xil bo'lyapti. Birov deyapti qo'y deyapti, birov osh deyapti, birov bu narsa yo'q. Ismingiz
yoqmaydi o'zingizga. Islomga hech qanday aloqasi yo'q, hech qanday ma'nosi yo'q. O'zgartirmoqchimisiz? Bugundan boshlab men Abdurrahmonman. Bo'ldi, men Abdurrahmon deylar. U kishining nasl nasablari to'liq ismi Abdurrahmon ibn Avf. U ibn Avf, ibn Abdul Xoris, ibn Zuhra, ibn Kilob, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn G'olib al-Qurashi az-Zuhri. Kunyasi Abu Muhammad 30 yoshga kirganida islomga kelgan. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Abu Bakr iymon keltirganidan keyin 2 kun o'tib iymon keltirdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning qo'lida hali Rasululloh Arqomning hovlisiga kirmasdan turib. Bu kishi ham islomni avvalda qabul qilgan sahobalar chekkan hamma mashaqqatlarni boshidan o'tkazdi. Boshqa musulmonlar qatori Habasistonga hijrat qildi. Rasulullohga va musulmonlarga Madinaga hijrat qilishga izn berilganida u kishi ham hijrat qildi. Madina-i Munawvara Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyingi davr Madina ko'chalarida shovqin-suron, g'ala-g'ovur ko'tarilib ketdi. Oysha onamiz roziyallohu anha sababini so'radi. Aytishdi, bu Shomdan kelgan Abdurrahmon ibn Avfning karvonining shovqini 700 ta tuya. 700 ta tuya bitta o'ziniki, ustidagi mollari bilan bitta odamniki. Oysha onamiz Abdurrahmon ibn Avfning karvoni ekanligini eshitib, boshini qimlatib qo'yib turib aytdilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Ra'aytu Abdurrahmon ibn Avf yadkhulul jannata habwan deganini eshitganman. Men Rasulullohni Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganini eshitganman dedilar. Tirikligida jannatligini eshitdi-yu xabarini. 8 ta islomga kirgan birinchi 8 odam bittasi-yu. Mana shuncha bir ihson, xayr ihsonlarni qilgan kishi o'malab kiradimi jannatga? Ha, o'malab kiradi. Abdurrahmon ibn Avfga bu xabarni olib kelishdi. Shoshganacha Oysha onamiz roziyallohu anhuga oldiga kelib, "Ey ona" dedi, "Shunday gapni eshitganmisiz?" dedi. Qarang. Xabarni olib kelish ikki xil bo'lar ekan. Nasihat ma'nosida, chaqimchilik ma'nosida. Jannatga emalab kirasiz ekan degan so'zni nasihat ma'nosida olib kelishdi. Ya'ni bir odam bir ishxonada ishlaydi, bir xo'jayinda yoki bir odamning qo'lida ishlaydi, xiyonat qilyapti. Xiyonat qilyapti. Birodar, mana shu xiyonatingizni qo'ying. Agar qo'ymasangiz men xo'jayinga borib aytaman, xo'jayin sizni ma'lumot qilsa, biling men yetkazdim uni. Bu nasihat bu. Endi indamasdan borib aytib qo'yish nima? Chaqimchilik bu. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Oysha onamiz oldiga kelib, boyaga xabarni so'radi. Ha, eshitganman Rasulullohni jannatga o'malab kirishligi haqida aytganlar. Payg'ambarimiz jannatga kirishini aniq deb aytgan 10 ta odamlar aniq jannatga kiradi. Qolganlarni jannatga kirishi umid qilinadi. Juda katta farqi bor bu 10 ta sahobani boshqa sahobalardan va boshqa musulmon ummatidan. Abdurrahmon ibn Avf nima qildi? Hali bu tuyalar hammasi to'xtab ulgurmay, ustidagi yuklari tushib ulgurmasdan hammasini Allohning yo'lida infoq dedi. So'ngra aytdiki, "Vallohi la adkhulannaha khababan laysa habwan." Ihson qilib qo'yib turib aytdiki, "Allohga qasam, jannatga o'malab kirmayman, yugurib kiraman" dedi. Payg'ambarimiz o'malab kiradi dedilar. Abdurrahmon ibn Avf yugurib kiraman deyapti. Bu sahobaning gapini bir qarasangiz tashqarisidan payg'ambarimiz so'ziga qarshi gapirayotganga o'xshayaptimi? Buni qanaqa qilib tushunamiz? Payg'ambarimizning aytgan bu hadisi hukm emas edi. Tushunarlimi? Bu xabar edi. Ertaga yomg'ir yog'adi degani bu xabar. Ertaga yomg'ir yog'sin degani emas bu. Agar hukm bo'lsa, Abdurrahmon nima qilsa qilmasa o'malab kiradi. Agar xabar bo'lsa, Abdurrahmon buni o'zgartirishi mumkin. Bu sahobaning gapini Rasulullohning gapiga qarshi gapirganligini zohiridan qarasak, qanday tushunamiz? Bu mushkullarni qanday hal qilamiz? Mushkula quyidagicha hal bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tirik paytlarida Ibn Avfga shunday degandilar: "Ya Ibn Avf, innaka minal aghniya." Ey Ibn Avf, siz boy badavlat kishilardansiz. Boy badavlat akalar eshitib turinglar. "Va innaka satadkhulul jannata habwan." Albatta siz jannatga emaklab kirasiz. "Fa aqridillaha yutliqu laka qadamayka." Bas Allohga qarz bering. Ya'ni Allohning yo'lida infoq ihson qiling,
Alloh ikkala oyog'ingizni bo'shatib qo'yadi. Ya'ni infoq ihson qilmasangiz, kirasiz, o'malab kirasiz. Agar infoq ihson qilib Allohga qarzi hasana bersangiz, Alloh oyog'ingizni yechib qo'yadi, jannatga yugurib kirib ketasiz dedi. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bergan, aytgan so'zni mahkam ushladi. Rasulullohning bergan yechimini mahkam tutdi. Endi bu birodarlar Abdurrahmon ibn Avfni payg'ambarimiz noumid qilmaganligi. Qo'lida davlati bor akalarga ham xuddi shu narsani aytamiz. Siz ham jannatga kirasiz, chunki kalima keltirgansiz. Yonboshdagi kambag'al qo'shningiz ham jannatga kiradi, u ham iymon keltirgan. Lekin siz orqa-orqada qolasiz agar infoq ihson qilmasangiz. Samolyotdan tushasiz, sayohatdan kelayotib, hech qanday chamadoningiz bo'lmasa, shunday kelasizda, bagajingizni ham kutmaysiz, pechatni urib kirib ketaverasiz yurtingizga. Endi ko'proq sovg'a salom olgan bo'lsangiz, ko'proq chamadoningiz bo'lsa nima qilasiz? Kutasiz, chiqmay qoladi, siqilasiz, istaysiz, yugurasiz, keyin bar orqada chiqasizda. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar, Alloh taolo bularni bermay sinayotgan bo'lsa boshqalarda, sizga berib sinadi. Siz ham jannatga kirasiz. U ham lekin infoq qiling, ertaroq kirib ketasiz. Odatda boy badavlat kishilar mollari ularni mashg'ul qilib qo'yadi. Chunki doim tadbirni qilib turish kerak. Qiyin u katta pul ushashlik. To'g'rimi? 1 so'm chiqib ketsa nima bo'ladi, 1 so'm tushib ketsa nima bo'ladi? Kursni qaraysiz u doim, bugun nech pul bo'ldi ekan. Masalan, pul yo'qlarga ahamiyati yo'q. Ey, nech pul dollar deysiz. Kerak bo'lsa, puli ko'p odamni qalbini puli mashg'ul qilib qo'yadi odatda Allohning zikridan ko'ra. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila robbika ruj'a. Alloh taolo aytadi, dar haqiqat kofir inson o'zini boy behojat ko'rgach, albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Allohni tanimagan odam puli ko'payganda bilamiz nima bo'lishini. Bu Allohni tanigan odam bo'lganida sinoqligini bilar edi. O'zini yo'qotib qo'yadi. Birdaniga boyib ketgan odam. Ko'rmaganni? Ey inson, albatta yolg'iz Parvardigoringga qaytishing bordir. Ya'ni ana shu kunda Alloh taolo buni haddidan oshganligini hisobini chiqarib beradi. Ey Ibn Avf, albatta siz boy badavlat kishilardansiz. Agar mol va mulkingizni infoq qilsangiz, Alloh qadamlaringizni yechib qo'yadi, jannatga yugurib kirasiz. Asarlarda keltiriladi. Xuz minad dunya ma shi'ta. Dunyodan xohlaganingcha ol. Dunyoda matohidan. Va xuz bi qadariha hamma. O'shunchalik g'amni ham yelkangga ol. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi. Kim o'ziga kifoya qiladiganidan ko'ra ko'proq olsa dunyodan, akhadha min hatfihi wa huwa la yashur. O'zini o'limidan, halokatidan opdi, lekin buni sezmaydi. Abdurrahmon ibn Avf uchun mol davlat nima edi? Abdurrahmon ibn Avf uchun maqsad emas edi. Mol dunyo, boylik asosiy maqsad emas edi, balki asosiy maqsadiga yetkazadigan sabab edi. Mononcha pul to'plasam deydi. Maqsad pul to'plash. Ibn Avfda maqsadi pul to'plash bo'lmagan. Maqsadi jannatga borish bo'lgan, pul unga olib boradigan sabab bo'lgan. Abdurrahmon ibn Avf badavlat mo'min kishi. U molning ustidan xo'jayin. Moli unga xo'jayin emas. U pulini Allohning yo'lida, jannat yo'lida infoq qiladi. Moli davlati jannatga olib boradigan vosita. Abdurrahmon ibn Avf islomga mana aytdik 8-chi bo'lib kirgan kishi edi. Abu Bakr, Usmon, Zubayr, Talha, Sa'd roziyallohu anhuga islom arz qilinganida ikkilanmay qabul qilishdi. Siddiq bilan birga borib payg'ambarimizga bay'at berishdi, birinchilardan islom bayrog'ini ko'tarishdi. Siz bilan bizning zamonimizdagi boylardan ikkitasini qissasi. Bir kishi aytib beradi, Ramazon oyida katta bir supermarketda xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovari hamma aborotda shu odamniki. Unga kirib, Ramazon oyida turibmiz birodar, xayr ihson oyi, boshqa oylardan ko'ra savobi ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar, infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, 2 kishini abetli pulini chiqarib berdi. Oxiratning qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da. Qarang Ibn Avfda, o'lib ketdi u kishi. U kishi yoshigan bolalar ham o'tib ketdi.
Nimani olib ketdi o'zi bilan? Qilgan infoq ihson. Aytdik-ku, inson ikkita savobni o'rtasida o'ladi. Bitta savob qoldirib ketgan savobi, bitta savob o'zidan buni o'tkazib qo'ygan savobi. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlar yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi seyfda, sondoda turibdi, bochkada yoki filyagada. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytayapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynlangan bir qarindosh uylana olmayotdi. Erga tega olmayotdi. Muruvvat qilib qo'yingda borib turib. Abdurrahmon ibn Avfgachi payg'ambarimiz duo qilganlar. Alloh baraka bersin. Olib kelganiga ham, qolganiga ham. Shunaqa baraka ko'tarildi. Hayolimda deydi, toshni ko'tarsam tilla topardim, kesayda jildirsam kumush topardim. Shu darajada Alloh taolo baraka berdi deydi. Alloh taoloning yo'lida sarf qilganligi uchun shunday duo berilibdi u kishiga. Ehtimol bitta zaif odamning duosi ijobat bo'lib qolib, mol va mulkingizga Alloh taolo baraka berib yuborar. Qarzlaringizdan qutulib ketasiz, hech chiqa olmayapsiz qarzdan. Yana bitta savdogarning oldiga borishdi bular. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ihson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. Bu nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar dedi. Naqd pulini hammasidan olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nechta pulligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qaraganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi, analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyiga. Uydagi farzandlardan bittasi trupyani ko'tardi. Ota narigi xonadagi trupyani ko'tardi. Nariyadagi tashxisni natijasi shunday bo'ldiki, qiyin ekan, tuzalmaydigan kasal ekan. 1 oy, 2 oyga borib uziladi deyapti. Endi boyaga xayri saxovatli boy eshitdi buni, trupyani qo'ydi. Buni beg'ada qilgan ehsoni endi boshqa statiya. Tushunarlimi? O'lishiga 1 oy, 2 oy qolganligini eshitib turib qilgan ehsoni boshqa narsa. Ayyu sadaqatin a'zamu ajran dedi Rasulullohdan. Qaysi sadaqa eng ajri ulug' bo'ladi deganida, anta tasaddaqu anta sahihun va shahihun taqshal faqr va ta'malul ghina. Eng ulug' sadaqa sen sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqang. Undan keyin pulimi palonchiga dema, endi o'shlarnikiga aylanib ketdi puling deydi. Mana endi bu odam sog'ligida, hali bu o'lishini eshitmasdan turib qilgan hamma xayr ehsonlarni bir eslaydi-da, qalbi xotirjam. O'tkazib qo'ydi oxiratga. Birodarlar, xalqim g'arg'ara maya kelganda joning deydi payg'ambarimiz. Pulimi palonchasi palonchiga demagin, endi pul o'shalarniki deydi. Chunki kerak emas-da sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafs bilan kutib oladi, jazoga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallardan. Alloh taolo aytadi: "Abdi a'taytuka malan famada sana'ta fihi." Ey bandam deydi qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. Men senga mol va davlat berdim. Boyga aytadi. Sen unda nima ish qilding? Banda aytadi: "Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb hech narsani sadaqa qilmadim, bolalarimga qo'yib keldim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Axir men Razzoq va buyuk quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsangni sendan keyin bolalarning ustiga tushirdim" dedi. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib infoq qilmadingmi? Bolalaringni kambag'al qilib qo'ydim men. Chunki meni qo'limda edi bu narsa deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, senga mol berdim, davlat berdim, boylik berdim. Nima qilding unda sen?" Qarang, boy ham kambag'al ham bir xil namoz o'qisa, boy ham kambag'al ham bir xil roza tutsa, boy ham kambag'al ham bir xil nafl namoz o'qisa, nima farqi bor boyda kambag'alda? Ana shu Alloh bergan oshchi davlatning infoq qilishligi bilan farqi bor-da. To'g'rimi? Axir turmush sharoitingiz qo'shningizdan ko'ra har tomonlama baland-ku. Endi infoqingiz ham shunga yarasha bo'lish kerak edi. Transformatorga pul yiqqanda 100 so'mdan emas 1000 so'm bering edi siz. Chunki sizga Alloh ko'proq bergan edi. Bularga ozroq bergan edi. U banda aytadi: "Seni
eng yaxshi saqlovchi ekaningga bo'lgan ishonchim tufayli har bitta miskinu bechoraga molimdan infoq qildim va sen rahimlilarning rahimlirog'isan. Alloh taolo aytadi, sendan keyin bolalaringni saqlovchi menman. Bolalari ko'chada qolmadi. Bolalar kambag'al bo'lib qolmadi. Alloh azza va jalla bu kishilarning hayotini o'qib o'rganib, ibratlanishni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Inshaalloh Abdurrahmon ibn Avf haqidagi darsimizni davomini keyingi juma davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.